Xo'p, o'rtoqlar, bugun Linebet kontorasida mana shu 13 millionimizni qay darajada qiynalmagan holatda 2 dona o'yindan sizlarga strategiya bo'yicha ko'tarishni o'rgataman. Va albatta Linebet kontorasini Layla 23 promo kodini ro'yxatdan o'tkazib, yutish ehtimolligi esa 10% ga oshirilgan. Har doim shu taktikaga amal qilib o'ynashinglarni maslahat beraman. O'rtoqlar, birinchi o'yinimizni biz mana bu yerda Crash Points ga kiramiz. Crash Points dan shu summamizni 20 million qilib chiqishga harakat qilamiz. Balansimizdan kelib chiqqan holatda tikamiz. Katta riskimizning sababi bu 2x ga hisoblanadi. 2x bersa bemalol biz misol uchun balansimizni normalniy ko'tarib ola olamiz. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Qo'rqmagan holatda men nima dedim sizlarga? Indamasdan misol uchun почти va bank tikkanim sababi yaxshi koeffitsient berayotganligi uchun qo'rqmasdan tikinglar. Sizlar ham uch 2 koeffitsient orqasidan обязательно 3 dan keyin ham обязательно har doim 2 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan koeffitsient beradi. почти balansimiz ko'rib turibsizlar 30 million. Xo'p, endi bu summamizni 2x dan ham oshirdik. Хотя бы bir 29 30 bo'lsa 35 lik qilamiz. Ya'ni padetdan 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 va 5/1 nardalari chiqib berish kerak. Strategiya bo'yicha 2/1 nardalar chiqib berdi. Endi bu yerda biz balansimizdan kelib chiqib 450 mingdan tiksak bo'ladi 7 ga. Har 3 tada dagon bilan tikasizlar o'rtoqlar. Va iloji boricha oy gap bo'lishi mumkin emas. Iloji boricha satga kirmagan holatda demoqchi edim. Bankilardan kelib chiqib, endi men shidan yana bitta va 7 berma faqat. Men shidan yana bitta 7 ni ushlasak bo'ladi. 2/1lari yana bor, yana 450 mingdan harakat qilamiz 7 ga. Bittada yo'q, ikkitada yo'q, uchtada yo'q. Dagon qilamiz. 1 2 3. Oy bizani qo'rqitma. Oy gap bo'lishi mumkin emas. Cho'tki o'rtoqlar. O'rtoqlar, videomizning boshlanganiga hali 5 minut bo'lgani yo'q, lekin ko'rib turibsizlar, katta balans bilan katta riskka doim cho'ntaginglar pul ko'radi. Shu narsaga e'tiborli bo'lib o'ynashinglarni va shu katta balans bilan har doim o'ynashinglarni maslahat berib kelayotganligimiz sababi mayda summada o'ynasanglar ham beradi, katta summada o'ynasanglar ham beradi. Lesh bu katta summa bilan o'ynab chiqib ketganga yetmaydi. Takigirma vrach qo'yimizdan mana shu summamizni tekis misol uchun 35 qilib qo'yishga harakat qilamiz. Tak 350 ming tikamiz. Ketdik. Xo'p, bu yerda stop, nasib bizada g'alaba. Gap bo'lishi mumkin emas. O'y 35 ga yetmay qoldi. Xo'p, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, o'rtoqlar, Linebet kontorasida qisqagina video va Layla 23 promo kodidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Yutish ehtimolligimiz esa 10% ga oshirilgan. Kino ko'rib o'tirgandim. Men Telegram kanallarimni ko'rsatib o'taman. Bu yerda Layla 23 kanalimiz va qaranglar, Yeshoda Telegram silkasini qo'yganman. Ustiga bossanglar, avtomatik tarzda Telegramimga ulanasizlar. Bu yerda aviatorga mana bunaqa prognozlar berib boraman. Kecha biz juda ham 50 ming bilan juda ham yaxshi koeffitsient ushlaganmiz. Mana bunaqa prognozlar berib boraman. Bemalol aviatorga qiziqadiganlar menga aloqaga chiqishi mumkin Telegramdan va barcha kim qanaqa kontorani xohlasa, barcha bookmakerskiy kontoralarni yangi obnovleniya bo'lgan versiyasi bor do'stlar. Xo'p, sizlar bilan Layla 23 kanalda bo'ldik. Biz 13 million balansi 2x dan ham даже oshirib bordik. Почти 3x. Gap bo'lishi mumkin emas. Promo kod bomba promo kod o'rtoqlar. Layla 23 promo kodi bilan ro'yxatdan o'tib, balansinglarni mana shunaqa qiynalmagan holatda ko'tarishinglarni maslahat beraman. Yutinglar, yutqizmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.